Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Navbatdagi tovuqlar uchun temir katagimiz tayyor bo'ldi. Buni razmeri uzunligi 1.70, eniga 1 metr, balandligi 1.20 sm. Mana ranglari esa seriya rangda. Juda ham chiroyli holatda. Eshiklari mana profildan bo'lgan eshiklari ham. Bu yerda esa tuxumlash uchun joylarni moslab ketganmiz. Qo'noqlari. Tomin tagini issiq suv o'tkazmaydigan folga qog'ozlarni qo'yib yuborganmiz. Bu yerda esa don oxiri. Bu yerda mana tortma joylashtirib qo'yganmiz. Axlatini tozalab joyiga surib qo'ysa bo'ladi bemalol. Bu yerda esa mana tuxumini olish uchun tashqi tomondan turib bemalol olsa bo'ladi. Eshiklarni joylab ketganmiz. Mana setkalarni ham zanglamaydigan setkadan foydalanganmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakapida joylashgan. Kommentariyada Telegram kanalimizning silkasini joylab ketamiz. Boshqa ishlarimizni ham o'tib ko'rishlaring mumkin. Mana narxlar kelishilgan holatda aloqaga chiqaverasizlar.